السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معكم سميحة. إن شاء الله سنبدأ أن ندرس من كتاب المنهج العالمي للمبتدئ الأول. Sizlar bilan bugundan boshlab inshaalloh Manhajul Alamiy kitobini A1 bosqichidan boshlashlikni niyat qildim. Sizlardan albatta qo'llab-quvvatlashlik, birinchi o'rinda duo va qo'llab-quvvatlashligingizni kutib qolaman, so'rab qolaman. Xo'p, A0 qismi yengilroq, uni talabani o'zi o'qiy oladi. Ko'pchilikda u yog'iga ya'ni so'zlashuvni chiqarishlik uchun ustozda, ya'ni kursga pul to'lash uchun puldan muammo bo'lgan talab ilmlarga manfaatli bo'lishi uchun boshidan tizim bilan A1 darajadan boshlashlikni niyat qildim. Demak, A1 daraja Manhajul Alamiy kitobida 7 ta daraja bor. A0, A1, A2, B1, B2, S1, S2. Biz hozircha A0 emas, A1 dan boshlayapmiz. O'zi kitobni boshiga yozib qo'ygan, ya'ni al-mubtadiul avval, boshlang'ichlarga. Xo'p. Demak, kitobda bu yerda hozir aytganim al-mubtadiul avval qizil rangdagisi. Xo'p, hozir ko'rsataman. Demak, mana bu kitobdan boshlayapmiz. Al-mubtadiul thani bu ham boshlang'ich, A2 daraja. Al-mutawassitul avval o'rta daraja, al-mutawassitul thani bu ham o'rta daraja, faqat birinchi, ikkinchi qilib bo'lingan. Al-mutaqaddimul avval va al-mutaqaddimul thani bu darajalar. Xo'p, demak, kitobda nimalar bor? Bizda al-mufradat va tarakib, tarakiblar bo'ladi va so'zlar bo'ladi. Al-qiraatul ula, ya'ni birinchi o'qish uchun berilgan matn bo'ladi va al-istima' eshitish uchun berilgan matn. Bizda istima' joyi yo'q, listening joyi yo'q, shuning uchun bu joyni tashlab ketamiz. Al-qiraatul thaniya o'qishlik uchun berilgan ikkinchi matn. Al-muhadatha so'zlashishlik uchun har xil mavzular beriladi, savollar beriladi. Al-qawaid har bitta bo'limda grammatik joyi bo'ladi. Val kitaba oxirida to'liq o'qigan bo'limingiz bo'yicha yozishingiz kerak bo'lgan joy bor. Xo'p, demak, al-wahdatul ula birinchi bo'lim. At-tahiyatu va at-ta'aruf so'rashlik, salomlashishlik. Xo'p, davom etamiz. Mufradat so'zlar. Marhaban, xush kelibsiz ma'nosida ishlatiladi. Marhaban bikum, marhaban bika, marhaban biki. Buni yana ham ko'rib chiqamiz. Xo'p. Jami'atun universitet, talibatun talaba qiz, madinatun shahar, muallimatun muallima ustoza ayol, a'malu ishlayapman yoki ishlayman. Mudir mudirun bu direktor ma'nosida. Tabibun tabib, shifokor. Madrasatun maktab. Sadiqun do'st, o'rtoq. Xo'p, at-tarakib. Ahlan va sahlan, xush kelibsiz ma'nosida ishlatamiz. Bi khayrin, masalan, alhamdulillah ana bi khayrin. Allohga hamdlar bo'lsin, men yaxshiman ma'nosida bi khayrin, bi bilan ishlatamiz. Sa'idun bi liqa'iki yokida bi liqa'ika. Seni ko'rganimdan xursand. Masalan, ana sa'idatun, masalan, men aytsam agar yoki o'g'il bola aytsa, ana sa'idun bi liqa'ika ma'nosida aytiladi. Ma'assalama. Xo'p, bu xayr ma'nosida ishlatiladi ko'proq. Kayfa haluka au kayfa haluki. Ahvoling qanday? Ila liqa'i ko'rishguncha. Davom etamiz. Al-qiraatu wal fahm o'qish va tushunish. Bu yerda mastar holatda kelyapti. Sa'idun bi liqa'ika. Xo'p. Zayd va Mahmud. Xo'p, demak, Zayd qola sabahul xayr. Demak, Zayd Mahmudga xayrli kun debdi. Sabahun nur, ya'ni arablarda javob berishlikda bir xil emas, boshqacharoq javob beriladi. Masalan, sabahul xayr va javobiga sabahun nur. Ikkisi ham ma'nosi xayrli kun ma'nosida, ya'ni xayrli kun ma'nosida ishlatiladi. Nurli kun, yaxshi kun, agar so'zma-so'z tarjima qilsak.
وزيد قال كيف حالك؟ زيد dedi ahvoling qanday? Mahmud قال بخير والحمد لله. وأنت yaxshi, Allohga hamd bo'lsin. Senchi? بخير والحمد لله. yaxshi, Allohga hamd bo'lsin. ما اسمك? Arablarda mana shu holatida ya'ni vasl qilib olsak bo'ladi. Ya'ni ma ismuka deb emas, masmuk, ya'ni masmuka. Isming nima? Va Zayd qala ismi Zayd va anta. Demak, ismim Zayd va sanchi? Ismi Mahmud. Ismim Mahmud. demak Zayd qala min ayna anta ya Mahmud? Ey Mahmud. Alhamdulillah. Min qayerdan? Dan qo'shimchasi qayer, san. Demak, san qayerdansan ma'nosida. Mahmud, ey Mahmud, sen qayerdansan? Va Mahmud ana min al-Urdun, min madinati Amman. Men Urdun shahridanman va Amman shahridan, ya'ni Urdunning xosatan Amman shahridan. Va ana min al-Imarat min madinati Dubay. Zayd aytayaptiki, demak, men Dubay shahridanman deb javob beryapti. Man hada? Mahmud so'rayapti, bu kim? Zayd, hada sodiqi Yasir. Huwa min Misr. Demak, bu yerda yana bir kishi bor ekan. Mahmud Zayddan so'radi va Zayd javob beryapti. Hada sodiqi. Bu do'stim Yasir. U Misrdan. Ahlan va sahlan. Xush kelibsan. Ahlan bika. Siz ham. Sa'idun bi liqa'ika. Ko'rganimdan xursandman seni. Zayd va ana aydan. Ma'assalama. Aydan bu ham ma'nosida, ya'ni men ham xursandman. Ma'assalama. Xayr. Ila liqa'i, ko'rishguncha bo'lyapti. Demak, matnni o'qiymiz. Bilmagan so'zlarimizni yozib yodlaymiz va mufrodatlarni yodlab bo'lganingizdan keyin, dialogni yodlab bo'lganingizdan keyin mana bu mashqni dialogga qaramagan holatda bajarishinglarni tavsiya qilaman. Sababi ancha so'zinglar mustahkam bo'lgan bo'ladi. Demak, avvalan ixtaril javob as-sahiha. To'g'ri javobni top. تحدث زيد مع محمود في الصباح أو في الظهر أو في المساء. bularni javobini aytmayman, o'zingizlar bajarasizlar. Xo'p, Zayd min al-Imarat, min Misr أو من الأردن. كينجسة يسكن زيد في مدينة القاهرة أو دمشق أو دبي. Demak, buni matnni, dialogni yodlab, so'zlarni yodlab bo'lgandan so'ng bajarasizlar mashqni. Xo'p, keyingi mashqimiz saniyan akmilil faragha bil javobil munasib. Demak, bo'sh joylarni to'g'ri, munosib javob bilan to'ldiring deyilyapti. Masalan, ko'rgan tarokiblarimiz ichida mana bu yerda liqoi so'zi turibdi. Demak, biz buni ila bilan ko'rdik. Ilal liqoi yokida assalama turibdi. Biz buni ma'assalama qilib ko'rdik dialogda. Shunaqa qilib to'ldirasizlar buni. Keyingisi. Thaniyan silil kalimata bima yunasibuha. Demak, mana bu so'zlarni bir-biriga munosib holatda to'g'rilang deyilyapti. Masalan, sabahul khayr yokida alhamdulillah. Shu kabi to'g'rilaysizlar, bajarasizlar. Al-istima' va al-fahmni tashlab ketamiz, sababi bizda listening joyi yo'q. Xo'p, keyingisi al-qira'atu va al-fahm. Inshaalloh buni keyingi darsimizda, ikkinchi qiroamizda o'qiymiz birgalikda. Qisqa bo'lgani hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Inshaalloh arab tilini o'rganmoqchi bo'lgan yokida nazariy ilmi bor, lekin uni amaliyotga chiqarmoqchi bo'lgan, so'zlashuvini yana ham kuchaytirmoqchi bo'lgan o'quvchi yaqininglar bo'lsa, talab ilmlar bo'lsa, bir-biringizga ulashib qo'yishinglarni xohlardim. Qo'llab-quvvatlashinglarni xohlardim. Duo qilishni unutmanglar. Ma'assalama fi amanillah.